Xo'p bolajonlar, bugungi darsimiz Chempionlar Ligasi kubogini qanday qilib olsa bo'ladi degan mavzu. Mana ko'rib turibsizlar, Chempionlar Ligasining kubogi. Mana bu 16 qilib yozib qo'yibdi, kimdir xaslashib. Balki bu rost bo'lishi ham mumkin endi. Avvalo bunga erishish oson emas, men sizlarga aytsam. Bavariya Inter. Bu nima qilib? Men mana edi senlarga kubogini qanaqa qilib olsa bo'ladi deb tushuntirib dars o'tyapman. Sizlar telefon o'ynab o'tiribsizlar. Menga nima keragi bor, ha? Uyimda 15 ta bor bash kubogida menda. Yaxshi kerak emas, men oyligimni olib darsimni o'tib chiqib ketaveraman. Shunday emas, ertaga bitta kubik olgandan keyin to'rttadan ko'tarib kelmaysan kasal bo'lsa. Ustoz. 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 Hey, ustoz. Necha marta ustoz deb javob bermayapsiz. Nima qilasiz ustoz? Bilmadim, senlar ustoz desang yomon bir chayib qo'yapman. Yana bir marta ayt. Ustoz. Voy.